Well, thank you very much. It's a great honor to be with the president of Uzbekistan. Katta rahmat. O'zbekiston prezidenti bilan uchrashish men uchun katta sharaf. U juda katta hurmatga sazovor inson. U ancha yillardan buyon mamlakatning boshqaruvida, ya'ni 15-16 yil. Bu juda katta muddat. Bir mamlakatni shuncha yil boshqarish uchun juda katta mahorat va salohiyat zarur. Shu bois siz bilan hamkorlikdan minnatdorman. Bugun siz bilan katta miqdordagi savdo kelishuviga erishdik. Mamlakatingiz moliyaviy, iqtisodiy jihatdan katta imkoniyatlarga va qazilma boyliklarga ega. Eng muhimi, bugun O'zbekiston juda yaxshi natijalarga erishmoqda va mamlakat juda yaxshi yetakchiga ega. Yana bir bor ta'kidlayman, siz bilan uchrashish men uchun sharaf. Katta rahmat. And it's an honor to be with you again. Thank you very much. Thank you. Please. Thank you. Во-первых, большое спасибо, уважаемый господин президент, что вы говорите и делаете. Avvalo, katta rahmat, janob prezident. Men sizga bir so'zligingiz uchun minnatdorlik bildiraman. Siz menga bugun uchrashamiz deb aytgandingiz va mana uchrashuvimiz amalga oshdi. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qilgan ma'ruzangiz bilan sizni samimiy tabriklayman. Bu haqiqatdan ham fenomenal chiqish bo'ldi. Barcha masalalarda aniq nuqtalar qo'yildi. Shuningdek, telefon orqali kelishgan masalalarimiz izchil amalga oshirilmoqda. Yana bir bor sizni tabriklayman. Siz mojarolarni bartaraf etdingiz. Ayniqsa, mintaqamiz uchun eng muhim masala Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi mojaroni hal qilganingiz katta ahamiyatga ega. Shu bois siz Nobel mukofotiga munosib nomzodsiz degan qat'iy fikrdamiz. Bizning o'zaro kelishgan barcha masalalarimiz amalga oshayotganidan mamnunmiz. Konstruktiv muloqotimiz bundan buyon ham izchil davom etishiga ishonaman. Hamkorligimizni mustahkamlashga qaratilgan dastur uchun ham katta minnatdorlik bildiraman. Biz uni siz bilan birgalikda albatta muvaffaqiyatli amalga oshiramiz. Yana bir bor katta rahmat. Благодарю я вам за это. Well, thank you very much. And you know, the president is speaking in about 5 minutes. Katta rahmat sizga. Janob prezident birozdan so'ng Bosh Assambleyada o'z nutqini boshlaydi va men bu ma'ruzani katta qiziqish bilan tinglayman. Yana bir bor ta'kidlayman, siz bilan yana uchrashish men uchun haqiqiy sharaf bo'ldi va ishonamanki, bugungi nutqingiz muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Janob prezident, bugun tushdan keyin siz musulmon va arab yetakchilari bilan G'azo masalasida uchrashasiz. That's going to be a big meeting. It's a very important. Ha, bu katta uchrashuv bo'ladi. Bu juda muhim, lekin hozirgi uchrashuv ham men uchun juda muhim, chunki janob prezident bilan muloqotlarimiz milliardlab dollarlik savdo jarayonlari haqida ketyapti. Biz dunyodagi eng yaxshi uskunalarni ishlab chiqaramiz. Janob prezident, biz sizning mamlakatingiz uchun eng mukammal uskunalarni ajratamiz. Janob prezident, O'zbekiston bilan yana qo'shimcha kelishuvlar rejalashtirilganmi? Well, we are. We're talking about a couple of very big ones. Biz so'nggi kunlarda yirik kelishuvlarni amalga oshirdik va ishonamanki, hamkorligimiz yanada kengayib boradi. Bizning munosabatlarimiz juda yaxshi. Janob prezident bilan ilgari ham uchrashganmiz va aloqalarimiz albatta a'lo darajada. Janob prezident juda hurmatli inson va haqiqiy yetakchi. Let me see. Oh. 2018, 24, 19. 2018-yilda bizda 19,4 milliard dollarlik Savdo va investitsion kelishuvlar shakllantirilgan edi. 2025-2035 yillarda jami 105 milliard dollarlik Savdo va investitsion kelishuvlar rejalashtirilgan. 105 billion. That's not bad. 105 milliard yomon emas. Bu raqam bugungi uchrashuvimizga munosib, to'g'rimi? Mana qarang, qanchadan qancha yaxshi mahsulotlar, texnika, traktorlar jami 105 milliard dollar. 2018-yildan 2024-yilgacha 19,4 milliard. Hozir esa 105 milliard dollarlik savdo haqida gap ketmoqda. Bu albatta e'tiborli. Ochig'i, bunday ko'rsatkichni kutmagandim. 1 milliarddan yuqori bo'lgan har qanday summani katta deb hisoblayman. Shunday ekan 105 milliardlik natija uchun men janob prezident bilan hamkorlik qilishga hamisha tayyorman. Bu albatta zo'r natija. Bu men uchun katta sharaf.
katta rahmat. It's a great honor to be Спасибо большое. Katta rahmat. Men sizni O'zbekistonda kutaman. Birinchi tashrifingiz va'da berganingizdek Samarqandga amalga oshirilishini istayman. Samarkand, I please. love that. Well, I'm going to think about it. Men bu haqida albatta o'ylab ko'raman. Katta rahmat. Biz yuksak darajada va samarali hamkorlik qilmoqdamiz. Juda kuchli va birdam jamoamiz bor. Sizning mamlakatingiz salohiyatli davlat sifatida o'zini namoyon etmoqda va katta yutuqlarga erishmoqda. Amerika bilan iqtisodiy aloqalarni tobora rivojlantirib borayotganingiz uchun sizdan minnatdorman. Biz hamkorlikka doimo tayyormiz. Yana bir bor ta'kidlayman. Siz bilan uchrashish men uchun katta sharaf. Chuqur minnatdorlik bildiraman. Thank you very much. Please. Будем вас поддерживать. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Thank you very much.